Diqqat xalq, tezkor xabar. O'zgidromet tezkor ogohlantirish bilan chiqdi. Joriy yilning 18-20 iyul kunlari O'zbekiston hududiga janubdan juda issiq havo oqimlari kirib kelishi davom etadi. Bu haqda O'zgidromet xabar berdi. Qayd etilishicha, issiq 43-45 darajagacha janubda va cho'l hududlarida, ba'zi joylarda 46-48 darajagacha ko'tarilishi kutilmoqda. Respublika bo'yicha shamol tezligi 13-18 metr sekundgacha, ba'zida 20-22 metr sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Kuchli yog'ingarchilik sababli Rossiyada 130 ta turar joy suv ostida qoldi. Rossiyaning Sverdlovsk viloyatida bir kunda yog'ingarchilik natijasida 130 ta turar joy binosi va 185 ta bog' uchastkasi suv ostida qoldi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi mintaqaviy bo'limi matbuot xizmati xabar berdi. Suv ostida qolgan uylarning eng ko'p soni Irbit shahrida bo'lib, u yerda 124 ta bino suv ostida qolgan. Eng ko'p uchastkalar Nevyansk shahrida ofat zonasida bo'lib, 84 ta hovli mavjud. Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, mintaqada 443 ta turar joy binosi va 1792 ta bog' uchastkasi suv ostida qolmoqda. O'tgan kuni suv toshqini tufayli Irbit xavfsiz zonaga taxminan 200 bola va bir necha o'nlab kattalar evakuatsiya qilingan edi. Kechga kelib Irbitdan Nitsa daryosidagi suv sathi 805 sm ga yetdi. Bu daraja shaharda qayd etilgan deyarli barcha avvalgi suv toshqinlaridan oshib ketdi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarimiz shulardan iborat edi. O'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.